Ekstrasenslar, parapsixologlar, tam bilmayman, yer teksti o'ylaydiganlar va hokazo sal kallasi g'alati rivojlangan insonlar toifasiga qarshi mana shu kitobni ishlatishingiz mumkin. Shu kitobni qo'lingizga olib, polностью o'qib tushunganingizdan so'ng sizni kimdir aldamaydi уже. Panchin Aleksandr, meni yaxshi ko'rgan avtorlarimdan biri, Защита от темных искусств. Bu yerda eng qizig'i kitobning nomini ajoyib qo'yib qo'yishgan. Buni men chet eldan zakaz qilganman. Tamojnada pochtaga borib olib ketganda o'sha yerdagi ishchilar bu kitob sehr haqida emasmi deyishgan, chunki nomi o'sha sehrga qarshi deb bali qilinganda hazil sifatida, ya'ni turli xil firibgarlar bor, tam tabiblar, bir narsalar ekstrasenslar. O'shalar haqida juda ham zo'r vibrka, bitta narsaga e'tibor berish tavsiya qilib qolardim. Orqasida почти 666 ta, почти emas ekan, ровно 666 ta ilmiy izlanish, ilmiy maqolalar bor. Kitob dahshatli darajada dastaverniy. Umuman olganda, umumiy ilmiy blogerlarni oladigan bo'lsak, eng dastavernisi va agar Davron bitta ilmiy bloger eshitib turib shu gapini to'g'ri deb olasan, даже gapini tekshirmaysan ham Aleksandr Panchin aniq tanlayman. Bu kitob вообще shedevral yozilgan kitoblardan biri.